Ikkinchi miya orqali siz o'zingizning ma'lumotlaringizni, bilimlaringizni va ChatGPT'dagi chatlaringizni, cloud'dagi chatlaringizni va bu nima uchun kerak? Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda men sizga cloud'ni qanaqa qilib ustanovka qilish va undan keyin shunaqa ikkinchi miyani Obsidian orqali qilishni o'rgataman. Va keyin shunaqa Obsidian miya nima uchun kerak, hammasini tushuntirib beraman. Xo'p, boshlaymiz. Hozir birinchi bo'lib, mendan ko'p odamlar so'ragan edi, cloud'ni qanaqa qilib o'zingizni Windows bo'ladimi yoki Mac bo'ladimi, qanaqa qilib ustanovka qilishni o'rgataman. Aslida cloud'ni ustanovka qilish juda ham oson. Siz Windows bo'ladimi yoki Mac bo'ladimi, xuddi shunaqa harakatlarni qilasiz va undan keyin ustanovka bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib Google'da cloud download deb yozasiz va shu joyda chiqib keladi. Xo'p, birinchisiga bosaman. Kirgandan keyin sizda Windows bo'lsa, shu joyda download for Windows deb chiqadi. Menda esa macOS. Shuni bosib, skачать qilasiz. Menda bosgandan keyin загрузка boshlandi. Buni отмена qilaman, chunki menda уже загрузка bo'lgan. Bu загрузка bo'lgandan keyin siz kirib, ustanovkani boshlaysiz va o'zi ustanovka bo'ladi. Ustanovka qilgandan keyin Cloud Code sizning рабочий stolingizda chiqib keladi. Xo'p, endi esa Obsidian miyaga o'tamiz. U nima uchun kerak va uni qanaqa ustanovka qilamiz? Do'stlar, sizlar meni boshqa videolarimni ko'rmagan bo'lsangiz, Cloud va ChatGPT'ning farqi nimada ekanligini siz shu videoni ko'rgandan keyin meni kanalimga o'tsangiz, Cloud bo'yicha batafsil videoni ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, endi shu ikkinchi miyaga o'tamiz. Bu ikkinchi miya nima uchun kerak? Ikkinchi miya orqali siz o'zingizning ma'lumotlaringizni, bilimlaringizni va ChatGPT'dagi chatlaringizni, Cloud'dagi chatlaringizni, Notion ko'p fayllarni Obsidian degan ilovaga yuklasangiz, ichida shunaqa graf знаний bo'ladi. Ya'ni sizning ma'lumotlaringiz shunaqa ko'p papkalarga сохраниться qiladi. Va bu nima uchun kerak? Bu orqali siz Cloud'ni va Obsidianni bir-biriga qo'shib qo'ysangiz, Cloud'ga siz qanaqadir zapros, qanaqadir savol bersangiz, Cloud birinchi bo'lib shu Obsidianga o'tib, sizning bilimlaringizni, tajribangizni, loyihalaringiz haqidagi ma'lumotlarni ko'rib, undan keyin sizga moslab javoblarni yozib beradi. Lekin buni hamma nimaga ishlatishni boshladi? O'zingiz bilasiz, ChatGPT yoki Cloud'da chatni sozdать qilsangiz, новый chat qilib, undan keyin u joyda gaplashishni boshlasangiz, ChatGPT bo'ladimi, Cloud bo'ladimi, Gemini bo'ladimi, ko'p narsani esidan chiqarib yuboradi. Lekin shunaqa Obsidian bilan Cloud'ni ulab qo'ysangiz, Cloud shu fayllarni o'qib chiqadi va esidan hech narsa chiqib ketmaydi. Va shunaqa qilib, Cloud'da har bitta siz gaplashgan chat shu joyda zametka bo'lib, сохраняться qilib boradi. Bu degani siz Cloud bilan qancha ko'p gaplashsangiz, shuncha Cloud aqlliroq bo'lib ketaveradi. Xo'p, endi ustanovka qilamiz. Men sizga tushuntira oldim degan umiddaman. Sizda savollar bor bo'lsa, kommentga yozing. Birinchi bo'lib, endi shunaqa Obsidian ikkinchi miya qilish uchun sizda уже Cloud bor va biz hozir shunaqa Obsidian degan ilovani skачать qilishimiz kerak. U uchun Google ga o'tamiz va Obsidian deb yozamiz. Bizda Obsidian MD deb chiqib keladi, shunga o'tamiz va Cloud ga o'xshab bu joyda Obsidianni macOS, menda macOS bo'lganidan chiqib keladi. Sizda Windows bo'lsa, Windows degan tugma chiqib keladi. Shuni bosib ilovani skачать qilishni boshlaysiz. Siz Obsidian ilovasini yuklab olgandan keyin, undan keyin ochsangiz, shunaqa bo'lib ochilinadi. Siz o'zingizning tilingizni tanlab, men rus tilini tanladim. Bu joyda o'zbek tili ham bor. Создать хранилищani bosasiz va undan keyin sizda shunaqa graf ochilinadi, lekin sizda bunaqa ko'p zametkalar bo'lmaydi. Bir ikkita bo'lishi mumkin va sizlarga aytib ketaman, bu zametkalarning hammasi dasturlashga o'xshab shunaqa har xil fayllar bo'ladi. Har bir faylning ichida sizning ma'lumotlaringiz yotadi. Shu bilan siz Obsidianni yuklab oldingiz, endi Cloud bilan ishlaymiz. Cloud'da qanaqa qilib shu Obsidianni ustanovka qilish, hammasini hozir ko'rsataman. Do'stlar, endi Cloud'ga o'tamiz. Cloud'da shu Obsidianni ulash uchun va shu bilan ishlash uchun birinchi bo'lib men sizlarga skill tayyorlab qo'ydim. U skillni siz skачать qilasiz. Men shu videoni ostida qoldirib ketdim. Skillni undan keyin Cloud'ga qanaqa qilib ustanovka qilish. U skill o'zi nima? Skill o'zi fayl bo'ladi. Ichida yo'l ko'rsatkich yoki qanaqa ishlashni hammasi tushuntirilgan. U programmirованиеga o'xshagan. Uni hammasini men yozib sizlarga tayyorlab qo'ydim. Uni skачать qilasiz va undan keyin Cloud'da customize ni bosasiz. Customize ni ichiga kirgandan keyin shu joyda skills turadi. Skills ni bosib, shu joyda plusni bosasiz. Plusni bosgandan keyin create skill chiqadi. Create skill ni ichida upload a skill va shu joyga men sizga qoldirib ketgan skillni yuklaysiz. Hozir men sizga ko'rsataman, uni qanaqa qilinadi.
Mana hozir videoni ostida qoldirilgan linkni bossangiz va bu joyga kirgandan keyin sizda shunaqa skill turadi. Buni bosib, skachaytni bosasiz va sizda skachayvание boshlanadi. Menda skill загрузка bo'ldi. Endi esa men cloudga kiraman. Skillsda shu plusni bosib, create skillni bosib, upload skillni bosaman. Bu joyga o'tib, meni fayllarimga o'taman. Bu joyda Obsidian Memory turadi, Cloud Code'ni logosi bilan. Shuni bosamiz. Endi skill tayyor bo'lgandan keyin siz Cloud'da orqaga qaytasiz va new chat qilib turib, shu joyda slashni bossangiz, sizni skilllaringiz chiqib keladi. Bu joyda mana Obsidian Memory Setup'ni bosasiz va buni bosib turib, shu skillni o'zbek tilida boshla. Siz o'zingizni tilingizni yozsangiz bo'ladi, rus tili bo'ladimi, o'zbek tili bo'ladimi, farqi yo'q va undan keyin jo'natamiz. Shu mani skillim orqali Cloud endi sizdan savollar so'raydi va Obsidianning ustanovkasiga yordam beradi. Xo'p, birinchi bo'lib Cloud shu skillni asosida o'qib chiqib bizga savollar beradi. Birinchisi bu asosiy maqsadingiz nima? Bu joyda passiv xotira bor, aktiv xotira bor va ikkalasi ham kerak. Men aktiv xotirani tanlayman, chunki aktiv xotira qilsangiz, Cloud sizni xotirangizga, ya'ni Obsidianga fayllarni o'zi ustanovka qila oladi, yangi fayllarni ochib ichiga yangi bilimlarni yozib chiqa oladi va eski fayllarni, eski bilimlarni udallat qila oladi. Aktiv xotirani bosasiz va keyingi qadamda qanday ma'lumotlarni import qilmoqchisiz? Ma'lumotlarni u degani sizni ChatGPT chatlaringiz, Notion bor bo'lsa Notion, Cloud'ni chatlari bor bo'lsa Cloud'ni istoriyasini. Bu joyda, например, men bu ChatGPT chat tarixini bosasiz va keyingisiga o'tasiz. Keyingisi bu Obsidian holati qanday? Obsidianni siz endi o'rnatib oldingiz va bu joyda o'rnatilgan, lekin ishlatmayman. Undan keyin keyingi savol chiqadi. Bu qaysi operatsion tizimdasiz? Menda Mac bo'lganidan Mac'ni tanlayman, sizda Windows bo'lsa Windowsni tanlaysiz. Va keyingi savol bu terminal bilan ishlaganmisiz yo'qmi? Shuni so'raydi. Siz bilsangiz ha deb yozasiz, bilmasangiz yo'q deb yozsangiz, bu sizga hammasini tushuntirib beradi. Terminal tushunmaydiganlar uchun bu nima? Hozir ko'rsataman. Terminal orqali siz kompyuteringizdagi hamma fayllarga dostupingiz bor va ular bilan komanda orqali ishlasangiz bo'ladi. Lekin terminaldan qo'rqmang. Bu skillni men sizga moslab, tushunmaydigan odamlarga moslab yozdim va siz terminalni bilmasangiz ham shu Obsidianni ikkinchi miyangizni qila olasiz. Bu joyda yo'q qo'rqaman deb bossangiz, keyingi savollar chiqib kelaveradi. Shunaqa qilib Cloud Code sizga savollarni beradi va undan keyin shu ma'lumotlarga ega bo'lib, sizga to'g'ri Obsidianning ustanovkasini ko'rsatadi va siz Cloud Code bilan gaplashib ketaverasiz. Например, bu joyda chiqib keldi, ChatGPT chat tarixingiz taxminan qancha? Например, men bu joyda ikkinchisini tanlayman va Cloud bizani holatimizni tushunib, bizaga bosqichlarni yozib chiqadi. Mana birinchi bosqichdan boshlaylik. Obsidian va ChatGPT import. Birinchi narsa ChatGPT tarixingizni eksport qiling. OpenAI shunaqa silka qoldirib ketdi. Sizga yoki ChatGPT ga kiring deb yozishi mumkin. Pastda chap profil ikonasi settings. Ya'ni men hozir shu ChatGPT ga o'taman va pastdagi chap tarafdagi ikonkani bosib turib, settings bu настройкиga o'tamiz va bizaga qadamlarni aytib ketaveradi. Data controls, export data, confirm export. Data controls ga o'tamiz. Data controls bu elementi управления, shu joyga o'tib turib, eksportirovishni bossangiz, shunaqa qadamlar ketaveradi. Va meni skillim orqali shu savollarga javob berib, aytgan narsasini qilib ketaversangiz, Obsidianni to'g'ri ustanovka qilib, sizni ikkinchi miyangizni qilishga yordam beradi. Va sizda qanaqadir savol yoki tushunmagan joylaringiz bor bo'lsa, bu joyda bemalol Cloudga savollaringizni yozasiz. Men tushunmadim, ikkinchi qadamda tushunmadim, data controls bu nima, o'zbek tilida yozib ber yoki rus tilida yozib ber deb yozsangiz, hammasini tushuntirib boradi. Va shunaqa qilib siz Cloud bilan ishlashni o'rganing. Chunki siz Cloudga to'g'ri savollarni bersangiz, u sizni qadamlab yechimga olib boradi. Shu bilan videomiz tugadi. Skillni men pastda videoni ostida qoldirib ketdim. Shuni skachas qilib ko'ring va o'zingizni ikkinchi miyangizni qila olsangiz, kommentga yozib keting. Men qila oldim deb va menga podpiska bosib, like bosish esingizdan chiqmasin. Chunki menda motivatsiya bo'ladi sizlarga shunaqa yaxshi bilimlarni osongina tushuntirib, yangi videolarni qo'yib borishga. Va sizda ham yangi videolar birinchi bo'lib chiqib keladi. Shu AI sun'iy intellekt bo'yicha.